o'tamiz. To'g'rimi? Keyingi uslubga. Keyingi uslubimiz FEP strategiyasi. Xuddi shu uslubdan foydalanib, bo'yni siz aytganday 1618 nuqta emas, undan balandroq nuqtaga boramiz, lekin aniqroq bo'ladi. Bunda qaranglar. FEP strategiyasi Fibonacci entry point, ya'ni ikkita kirish zonalarini o'zim uchun shuni belgilab olganman. Ya'ni ham buy ham sell ishlasak bo'ladi bu hududda yoki qo'shimcha yana qo'shilib ketsak bo'ladi. Bunda qanday qilaman? Trendni определить qilaman. Trendda hosil bo'lgan любой kamida 3 ta 4 ta sham yoki bitta kuchli razvorotni sham, eng kami 3 ta sham deylik, razvorot qilgan zonani 50% nuqtasiga trend tushuvchi deylik, oddiy tushuntiray. Razvorot hosil qildi va narx yana pastga tushishni boshlayapti, klassika janri ketyapti. Bu razvorot 50% dan yuqoriga o'ta olmadi. Sezgan bo'lsanglar, foizlarga ahamiyat beryapman-da va vaqtlarga ahamiyat beryapman. 50% dan yuqoriga o'tmadi, demak men avtomatik tarzda Fibonacci minimumdan maksimumga qarab tortaman. Standart bo'yicha 50 va 60.8 o'rnini qoldiraman va pastda 1.882 yozilsalar o'qisanglar bo'ladi. 1.939 va 1.786 zonalarni qoldiraman bo'ldi. 1.786 men fiksatsiya qilib buyga tayyorlanish hududim bo'ladi, ya'ni holat bersa, bu sell zonam bo'ladi, ya'ni trend направленияsi bilan bu yerda ham ko'pincha holat beradi. Bu yerdan buy zona, bunga qaytib kelgandan keyin yana sell zona. Bunda entry pointlar ko'p. Buni MFG ga mix qilsanglar bo'ladi, uni ko'rsatib ketamiz. Demak, trend tushuvchi bo'lsa, razvorot kamida 3 ta sham razvorot qilgandan keyin siz nima qilasiz? Obratni qaytishini kutasiz, 50% ga ahamiyat beringlar. Agar bu 60-70% ga kelganda bu strategiya atmang. Kerak emas, boshqa uslub bilan ishlanglar. Ya'ni aynan o'sha kuni ishlamay qolsa, FEPim mep ekan, kerak emas ekan deb qolishimiz mumkin. Shuning uchun uzun kitobiy tarzda qarashimiz kerak va sell price ochildi, maqsad 786 da fiksatsiya qilindi va buyga tayyorgarlik ko'rildi. 882 va 939 zonalarida 1.882, 1.939 zonalarida buyga kirishga tayyorgarlik ko'ramiz. Bu ham switchning pattern orqali. Demak, trend tushuvchi bo'lganda maksimumdan razvorotning maksimumdan minimumga, trend o'suvchi bo'lganda razvorotning minimumdan maksimumga tortamiz. Yo'q, naborot maksimumdan minimumga tortamiz. Bu yerda yozib qo'yganman, bitim ochish zonasi. Основной mana bu hududda nimaga asoslanib bitim ochamiz desak, ko'pincha 80% suv ichida trend shakllangan bo'ladi. Tushgan, откатcha bo'lgan, oddiy klassikaga. Qolgan 30% holatlarda switchnoy patternlar beradi. Yana mana boza va hokazo shu hududda ozgina o'sib shakllanib qoladi. Ishlaysiz buyga va ushbu hududdan holat bersa, sellga ishlaysiz. Agar uspet qilmay qolib riskga qaytib ketgan holatlar bo'lsa, propustili moment bu hududdan ishlaysiz. Bu yerda mix bo'ladi. Nimaga maksimum qolgan-ku? Mobodo katta sham bo'lib ketsa nima ishlatamiz? MFG va keyingi misol. Demak, narx o'tishni boshlagan hududda mana MFG ko'rganman bu yerda. Ishlab olganimdan keyin ishlab olgansiz, mana MFG ko'rgansiz, 4 ta sham bitta hududda qolib ketdi. MFG ishlatdinglar, mayli. Buni ishlatmagandik, ketdi. Narx o'sdi, razvorot hosil qilyapti. Belgilangan hududimdan necha foizdan razvorot hosil qilyapti? Men yo'qman hali bayda bu yerda. 50% dan. Va razvorot hosil qilgandan keyin maksimumdan minimumga qarab Fibonacci tortyapman. Tepada mana necha o'rinlarim bo'lyapti? 1786, 1882, 1939 zonalar. Asosiy mani fokusim mana bu zonalarda sell zona. Bu zona fiksatsiya zona. Bu yerdan sell olish mumkin emas. Demak, buy ochish uchun imkoniyat nima bo'lyapti? Impuls korreksiya modelini bilamiz, ya'ni impulsivni o'sadi, korreksiyacha qiladi. Yana o'sha 4 ta. Qonunni qaranglar, mana 4 ta sham bitta hududda qolib ketyapti. Maraboza yoki engulfing desak ham bo'ladi. Trend oddiy klassik proboy. Buy'ni ochdingiz,
Bu yerda ham emas deylik. Bayizni ochdingiz, o'rtacha qonuningiz bor sizda. 100 punkt, birinchi qonuningiz, ikkinchisi 4 ta sham, uchinchi qonuningiz определенный 786 nuqta, 1.786 nuqta va xuddi shu 3 ta qonun bilan bay pozitsiyasida yopish texnikasini o'zingizga o'rgatib olasizlar. Va откат oldi. Menga ne imеет значение? Agarda shu hududda maksimum yangilangan hududda olsam, razvorot olgan hududida necha foizdan reaksiya olyapti? 50%. Men demak shu yerdan ham shu yerga nima topsam bo'ladi? Ushbu uslubda ishlatib, дополнительно yana bay ketadigan hududini aniqlashim bo'ladi. Uni ikkilamchi qilib qo'yaylik va o'shan beraver. Yaxshi ishlamayapti. Demak, обратный beryapmiz. Обратный bu yerga selga pozitsiya berma. Hech qanaqa switchli faktor yo'q. Demak, sel kirmadingiz, естественно, sabr qilib kutib o'tirganingizdan keyin maksimum tashlab ketgan edi va bu hududda nima tashladi? MFG tashladi va oddiygina xuddi shuning o'rganiga kelib nima qilyapti? Reaksiya olyapti. Men MFG bo'yicha bu yerda kirsam bo'ladi. Bu yerda trivorna bor edi, biza ko'rsatmay qolganman, hamchi sig'may qolganman. Demak, bay pozitsiya qidirsangiz bo'ladi. Ko'p bitimlarga e'tibor bergan bo'lsangiz, uchidan ushlab olinadi. Bu yerda men bu uslubimga ham ishonaman, bu uslubimga ham ishonaman. O'rin bitta hududda nima bo'lib qoladi va qanaqa texnikani ishlataman. Siz mana shu yerda bay kirsangiz, stopingiz qanaqa bo'ladi desa, bunga FIBO tortgan-ku. 50 va 60/8 o'rgani bor, to'g'rimi? 60/8 yoki 50 qaysi o'rinda reaksiya olsa, o'sha o'rinni kopirovka qilib orasini pastga qo'yib qo'yaveramiz. Stop minimal darajada o'tib ketaveradi. Bu yerdan bay kirsam stopni bega qo'ymayman. Bu berga keldimi, bo'ldi. Menda lotchi mana bu yerda stop beraman. Bu yerda yana zahot qilaman. Chem minusda ushlab turib, bu yerdan yana dabibani berib, hozir qaytadi, qaytsa trading to'xtataman degan pozitsiyani degandan ko'ra определенный o'rinda savdo qilaman. Demak, bu bitta misol tushuntirib yubordim, lekin bu yerda kurs bergan ekanman. Qarang. Maksimum yangilangan hudud MFG reaksiya oldi. Stopni ham kopirovka qilib pastga qo'ysangiz, zamon bilan keldi. Nechta sham ushlaysiz? Reaksiya olgan bo'lsangiz 1, 2, 3, 4 ta shamning o'zida 600 punkt daromad beryapti primeriy. Bu FEB uslubi bilan, ya'ni Fibonacci entry point, keyin MFG uslubini bir-biriga miksasiya qilib ketish texnikasi hisoblanadi. Sizlar savol tug'ilsin. E'tiborli bo'lgan bo'lsanglar, maksimum bor, to'g'rimi? Maksimum bo'lgandan keyin sham tanasi bilan 80% o'tib ketdi. Va bu yerda kirish uchun signal qidiraman desangiz, mayda time frame da holat bergan bo'lsa, kamida 100 punkt yurib beryapti, lekin обратно kelib stop oldi. Ya'ni bezup etib oldi. Tushundinglarmi? Lekin time frame ni o'zgartirmasdan holat qidiraman desangiz, yo'q. Nimaga? Agar siz mana buni mo'ldayman desangiz, tepada примерно qanchadir foiz soya, pastda примерно qanchadir foiz soya va tana bo'lyapti. Men bular mo'ldlar nimasiga kirgizmayman. Keyin aka, bo'yna bergan savolingiz bo'yicha hozir bu strategiyada o'sha savolga javob oldingizmi? Какой-то процент oldingiz, to'g'rimi? Demak, o'sha narsani tushuntirib o'tkazmoqchiman. Mana MFG bo'yicha bay kirdik. Menda texnika shunday, kopirovka qilaman, men buni qo'yaman, bo'ldi. Shu yerda shunday yo'q ketaveraman. Siz aytganday qilsak ham nima значение? Tekshirib ko'rsangiz agar ishlasa, u ham zo'r. Shuning uchun men mana bu o'rinlarni aytayapman-da, ya'ni 1.882, 786 va hokazo. Ya'ni borish va qaytish nuqtalari. 786 ga e'tibor bersanglar, ko'pincha take'ni olgan, razvorotga sell kirganlar bo'lsa, borib yana 882 939 ga borgan bo'ladi. Keyin men bu uslub ishlamadim yoki xato kirdim bo'lib qoladi. Shuning uchun 786, etajli 618 zonalarda men sellga harakat qilmayman-da. Unda o'sha boshqa uslubga qarab qolasiz. Ya'ni ungacha ishlagan yaxshi undan ko'ra. Demak, yana qanaqadir tushunarsiz bo'lsa, bemalol yozsangiz gaplashaveramiz deyman. Rahmat.
Demak, tushundinglar bu yerda holatni. Bir-biriga miksatsiya qilib ketish. Ya'ni holat berdimi, foydalanib olinglar. Lekin holat bo'lmasdan turib, kelyapti deb bergan o'zi bay ochib ketish, biz endi bay qilib ketaverdi deysiz-ku, bay ochib ketish xato bu fikr. Kutinglar, boy vaziyat keladi. Shu kungacha men biron marta, mana vaziyat kelish kerakmi? Mana bu yerdan bay kirish boshlamayman. Bo'ldi, kutaman, keladi u. Keladi. Nimaga keladi? Chunki ko'pchilik bay ochadi-ku, stopchiga qo'yadi. Stopni olib ketgandan keyin, "Men stopni ko'ryaptimi bular" deydi. Ko'ryapti emas, keladigan hududi bu. Tushundinglarmi? Hech kim stopini hech kim ko'rmaydi. Zirkasini hech kim ko'rmaydi. Agarda o'sha texnika, o'sha narsa market makerlar deyiladi, bo'lganda edi, men uchta jo'ram bilan savdo qilyapman, u odam stop qo'ydi. Bu odamni biz minus kirib ketaveryapmiz. Bu odam stop surib ketaveryapti. Stop qo'ymaganlar minus ketaveryapti. Bu odam stop oladi. Surmagan bo'lsa stop oladi, bular minusga qarab ketaveradi. Baribir nima qilganimiz yaxshi? Stop o'rnatib ishlaganimiz yaxshi. Bir narsadan kechgan yaxshi-da o'sha. Chen bor depozitdan kechgandan ko'ra. Keyingisi. Yana bitta misol. Bu yerda 50% va razvorot hosil qildi, model shakllandi, klassik, mana maksimum trend nima bo'ldi? Trend topishda ham ozgina tushuncha berib o'tmoqchiman. Narx tushdi, примерно 4 ta sham. Obratni qaytyapti-ku, kamida 4 ta shamdan keyin maksimum qilishga. Ko'pchilik bu yerdan trend tortmaydi, tortish kerak. Bo'ldi, 4 ta sham tushdi, obratni qaytyapti. Kamida mana 2 ta sham, 3 ta sham qaytyapti. Mana shu holatda men buni tortdim. Bunga emas, ko'ryapsizlar? Mana bu 2 taga tortilgan va proboy bo'ldi. Proboy bo'lgandan keyin bizaga tochka vhoda TVH zonasida paraboza shakllandi yoki buzib tanasi bilan yopildi. Bayimni oldim, kerakli hududga keldi, selga kirmoqchi edim, mansiz ketdi. Bo'ldi, propustili moment, qo'shilmaslik kerak o'sha. Va obratni kelayotgan hududida bizda sehrli bitta uslubchamiz maksimum va MFG zona tepaga qarab ketyapti. Bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Imbalans FVG degan narsa bor, bilasizlar? Bu emas. Nimaga? Imbalans FVG da siz e'tibor bergan bo'lsangiz, o'zidan o'suvchi trend holatni tushuntirib o'tganda ozgina, o'zidan oldingisining maksimumi bitta paranormalniy nestandartniy sham olish kerak. Ya'ni orasida farq qilib turgan sham bo'lish kerak. O'zidan oldingisining maksimumi va belgilangan nestandartniy shamdan keyingisining minimumi kvadratikka olasiz. Shu hududga kelganda ishlab ketaverasiz. Bu aynan qaysi zonaga tortishingiz noaniq. Tushundingizmi? Endi u narsalarni tushunchaga egaman, u emas bu. Baribir savol bo'ladi. Taka oddiy FVG imbalans emasmi? Yo'q. FVG imbalans boshqa uslub. Bunda определенный holatlar bor. Ya'ni maraboza, engulfing, trend buzilishi, maksimum yangilanishi deb 4 ta holatni ko'rsatilib berilyapti-da. Demak, tochka vhoda bay olindi, uspet qilmagan bo'lsangiz MFG bilan yana bayga kirildi va hokazo shu trend ketdi. Va davomiylik ketaverasiz. Bu minimumdan maksimumgacha 50% da bundan bunga tortasiz, yana ketdi. Davomiylik trend bilan qo'shilib ketaveradi. Bu yerda esa nisxajashi tushuvchi trend. Maksimum aniq, minimum aniq 50% gacha. Bu yerda imbalansdan ham, MFG'dan ham kirmadingiz. Bo'ldi, siz ovga tayyor turibsiz. Определен nuqtada o'qilasiz, boshqa joyda emas. Demak, tushdi, sizni klassik trendsiz buzdi, Fibonacci'ni tortdingiz minimumdan maksimumga, nuqtangiz aniq. Fiksatsiya qildingiz 786 da. Bu yerda kirish tochkangizni oldida bitta yana sirda aytib o'taman. Time frame qanaqa? Yo'q deylik, 30 minutlik deylik. 25 minut bo'layotgan vaqtda soya bilan kelayotgan bo'lsa, 5 minutlik qolyapti oxirgisi. Siz bay olaverishingiz mumkin. Vaqtga ahamiyat. Agarda bu time frame sham 30 minutlik time frame da bo'lsa, endi ochildi, lekin pastga kelib qo'ydi. Yo'q, shoshilmaymiz. Bu demak, ikki tomonga soya qilib, bironta holat yasab, keyin qaytish mumkin. Lekin vaqtning oxirgi nuqtasiga kelganda ishga solinadi. 5 minut, 10 minut qoldirdim deylik, bayizni ochish boshlaysiz. Kopirovka qilasiz stopingiz bunda. Mana ikkita oraliq kopirovka qilasiz, stopingizni qo'yasiz. Bay ochasiz, borib texnichniy sizga nima qilib beryapti? Tekingiz berdi bo'lsa,
bu yerga kelyapti, siz yana kirsam bo'ladimi yoki degan vaqtingiz trend buzilishi tanasi bilan 50-60% bo'lyapti. MFG ni tortib qo'yapman. MFG hududidan nima yasayapti? Maraboza. Marabozada ham ikkilanib o'tirgan bo'lsam, Marabozaning o'zida nima yasayapti? MFG, ya'ni kutilgan hududda Maraboza va o'sha Marabozaning o'ziga ham MFG. Bemalol bez razume selda ochasiz, maqsad yana bir aniq. Tekrar bu hududda. Demak, bu holatni ko'rsatdik, keyingi holatga o'tamiz. Bu yerda xira bo'lib qolibdi, lekin ayrim holatlarda hali hech qanaqa shakllanmagan holatlar bo'ladi. Bozorda noma'lum holat, lekin buni ham efirda qilib o'tirdim, bilmayman. Ideya berilgan. Например, razvorot hosil qiladi, minimumni shu belgilab olganman, maksimumni shu belgilab olganman. Bozor yopilib qoldi. Kunlik yana 1 soatlik yopilish bo'ladi-ku, bozor yopildi deylik. Yopilishidan oldin 4 ta sham bitta hududda qolib ketganligi uchun men bozorda o'tmishda o'rgangan bo'lasiz, yodlab olgan bo'lasiz, shu hududda yuraverganingizdan keyin nima effektga keldi? Narx o'sadi 50% gacha yana razvorot qilgandan keyin mana narx o'sadi. Men u FIBO ishlataman dedim, bu hududda bay ketadi va bozorda o'sha chizgan chiziq bo'yicha birga-bir ishlayvergan holat. Keyingisiga o'tamiz. Demak, MFG ni bozorda ishlash zonalari. Endi men kompyuterda anaqa qilib o'tirmanmi, bir ikkita misolni ko'rsatdim. Srazu 2 soat ichida qaytdi, bu yerda uslub yasadi, bay olindi, keldi, ikkinchi safar ham nima yasab berdi, bay olindi. Bu hududga kelgani uchun. Bu yer ham bu сделка MFG bo'yicha bo'lgan. Lekin qo'shimcha faktor sifatida mana shu hududda siz nimani ishlatishingiz mumkin? Effekt ishlatishingiz mumkin va maksimumdan minimumga tortib, mana bunda 50% ga kelib, bu yerlardan kirishingiz mumkin. Men bu yerdan zaxod qilganman. Bu yerda yana bitta strategiya bor, keyin yana o'sha YouTube kanalimda tushuntirib o'taman. Hozir uspet qilmaymiz-da, prosta. Hozir ulgurmaymiz ko'p narsaga. Glavniy terminlarni o'tib, ancha ma'lumotga ega bo'lishimiz kerak. Birinchi holat, ikkinchi holat. To'g'ri nimada bo'lgan? MFG bay olingan, 4 soat bemalol kutaman, pastda bitim qolib ketgan. Demak, 2023-yil bitimlar hammasini saqlayman-da o'zim. 23-yil narx 1990 tilloda bo'lgan vaqtlari nimada сделка ochilgan? Kerakli hududda yutgan va boshida aytib o'tib ketganimda o'zidan oldingisini даже 50% ko'proq yutib olganda va men MFG ni chizib qo'yganman maksimum minimumga. Shu hududda mana nima shakllangan? Trivorni emas, o'sha razvorot nimadan shakllanganligi uchun bu yerda ko'p narsa bor. Kim bilan? Trend buzilgan oddiy klassический va yelka kalla yelka modeli kerakli o'rinda, to'g'rimi? Kerakli zonada va ushbu hududda sizning o'zingizning uslubingiz MFG va qaysi nuqtaga boradi desangiz, tushdi-ku. Razvorot qildi necha foizigacha? 50%gacha. Srazu bundan FIBOni tortyapmiz, mana muhitgacha bemalol keladi. Va o'shandan 2023-yilda bitim. 21 ham ishlagan, 20 ham ishlagan, undan oldin ham ishlagan. Bundan keyin ham zo'r ishlaydi. Agar siz yaxshilab uslubda o'rganib olsangiz, hozir volatilность, ya'ni treyderlar, professional treyderlar davri kelyapti. O'zini ayrim bir uslubga ega bo'lgan, bitta uslubda kamida o'sha gapimda 2 oy, 44 kun deylik ishlagan odam hozirgi muhitga moslashib ketaveradi. Bardak sistema yaratmasligimiz kerak-da. Har biri chiqqan. Men hozir обратно qaytingda. Например, bundan korreksiya buzildi yoki trend bunisidan buzildi deb hammasiga fokus bersam, bu yerda bitta stop beraman. Ya'ni men buni chizib qo'yaman, to'g'rimi? Va bu yerda sell kiraman, bu razворотный zonaga deydigan odam bo'lmaydi, stop beraman. Nimaga unday desa, o'sku jo'ra. Bu razворот qilgandan keyin 50% ga kela olmadi-ku, bu garant boradi bu yerga. Aniq boradi o'sha hududga. Deyman, u g'oyani klassik g'oyani aytmayapti qolaman. Shuning uchun bitta narsaga, bitta uslubga fokus bo'lish kerak. Keyingisiga o'tamiz, buni ham ko'rdik, undan keyingisi va risk minimalniy bo'lgan, o'z depozitga yarasha nisbatan deylik, sell ochilgan va kutib turilgan. Ushbu zonadan
Beda olingan foyda pastdagilarga nisbatan 40% ni risk qilaman deyilgan. Endi bu o'zim konsepsiyam deylik, например. Lekin qaysi zonada bo'lyapti maksimum? MFG zonaga qo'yib qo'yibman. Menda ham aytib o'tmoqchi bo'lyapman, tushunasan? Bitimlar bo'ladi. Masalan, shu hududda o'zida kamida masalan 1,5 lot, 2 lot ochilgan bo'lishi mumkin. Bu ham mana bu yerda stop bersam, определённый summani yo'qotishga roziman. Lekin o'shani bular покрывать qiladi. Bu qanaqadir miqdorni покрывать qiladi. Menda abida bo'lmaydi. Ya'ni o'zimni texnikcha ketiraman va bunga uverенность. Olib qo'yibman, take o'rnatilgan, mana bu aytaydi qolib ketgan va nima bo'lyapti? Qisqa muddat o'tgandan keyin bozor o'sha nuqtadan bu nuqtaga kelyapti va narx tepaga qarab ketyapti, baylashlayapti, seller take profit olyapti, ushbu bitimlar qoldirilyapti. Demak, bu bitta holat. Keyingi holatda narx определённый nuqtaga tushdi, MFG holat shakllandi. Bu urovingga yetib ham kelgan yo'q 1 soatlikda, keyingi holatda buy pozitsiyalarni ochib qo'yapman. Va bu ham естественно avgustda yangilik oldi bu ham. Keyingisi, demak, bu yerda уже bo'lgan savdolar qilib olingan va hokazo, mana o'zimizga eksen brokerlar, to'g'ri, sudin va hokazolar bular kerak emas. Endi haqiqatan ham tugatmadik. MetaTrader platformasiga kiring. Bir ikkita misollar ko'rsatib bermoqchiman. Perioddan to'g'ri foydalanish. Boshida sizlarga aytib o'tgandek, va'da qilgandek, grafik mana shu holatda turibdi. Lupani eng texnik ishlatiladigan uslubi eng minimalnidan, agar uzoq muddatda analiz qilmoqchi bo'lsangiz, ikkita plus qilamiz. Men MetaTraderda ishlashda texnik analiz qilishni yaxshi ko'raman. Trading ham zo'r, lekin bu yerda. Demak, holat shu holat deylik. Bu yerda o'zida men aynan qaysi nuqtada izlashim kerak yoki mana bu yerda qaysi nuqtada ishlashim kerak? Ertangi kunga analiz. Ctrl Y bosganingizdan keyin bizda savdo periodi ochiladi. Time frame ni 1 soatlikka o'zgartiring hozircha. 1 soatlikka o'zgartirganingizdan keyin kim biladi buni orasi qancha? 1 soatlikda bo'lsa 1 kun bo'ladi. 1 soatlikda bo'lsa 1 kun. 4 soatlikda bo'lsa 1 hafta. 1 kunlikda bo'lsa demak mana bu narsa TradingView platformasida bo'lmaydi. 1 soatlikda ko'rsatadi faqat. 4 soatlikka o'tsangiz ham 1 kun, D1 ga o'tsangiz ayrim vaqtda ko'rsatmaydi ham. Shuning uchun bu yerda imkoniyat ko'proq. Bu nimaga kerak bizga desangiz, e'tibor beringlar, mana shu hududdan keyin yana bitta hudud paydo bo'ladi. Bor fokus birinchi 2 kunlikka bo'lish kerak. Bo'ldi, men shundan buyon ko'rmayapman hozircha. Birinchi fokus mana shunda bo'lish kerak. Demak, menda birinchi 2 kunlikda oldida menda nima qoldirib ketgan? Urovень yangilangan, bitta order block deymizmi yoki urovень chizib qo'ying. Mana bunga, minimumga. Rasm emas? Okosi. Mana. Urovень chizib qo'ying bo'ldi. Tasha. Horizontal tasha. Mana tasha. Mana. Tashladingizmi? To'g'richa qo'ysiz, farqi yo'q. Demak, mana bu kun ishlashga fokus paydo bo'ldi 1 soatlikda. Bo'ldi, men uzoq kunga o'tmadim deylik, 30 minutlikka o'tasiz. 30 minutlikka o'tasiz va 30 minutlikka o'tganingizdan keyin pastki hudud aniq, tepagi hududda kun ochilgandan so'ng o'sha sezilarli darajada 4 soat, 5 soat nima hosil qilib qo'ydi? Maksimum hosil qilib qo'ydi. Bo'ldi, o'rgani belgilab qo'ydim o'zim uchun. Maksimumni o'sha hudud atrofida bir dona signal MFG yoki boshqa uslub bo'lsa, men сделкani nima qilaman? Ochaman. Bo'ldi, ochish uchun imkoniyat. Va e'tibor bering, narx kelyapti-yu, o'sha o'rganimda maksimumda. Nima yasayapti? Maraboz yasayapti. Mana maraboz. Navrot. Mana bering. Demak, biz tutgan o'yinda maksimumda
Maraboza shakllandi. Bu nima bitta qilayotgan ishim shu hududda qancha vaqtdan beri qolyapti? 30 minutlik time frame 2 soatdan beri qoldi. Maraboza shakllandi. Men nima qilaman? Selga pozitsiya qidiraman. Ikkita shama o'z time frame'ni o'zgartirgan holatda ko'rsiz ham, ko'rmasiz ham pastga qarab nima bo'lyapti? Ketishni boshlayapti. Ketdi. Bitta shuning o'zi MFG'dan. Bunda bitim bor edi o'sha kunimda. Bitta shuni o'zidan 1800 punkt daromad olindi juma kuni. O'lchang qancha punkt berilgan? Mana 1800. Endi sizga 1800 punkt kerak emas. Siz mana bu yerda fiksatsiya qilgan bo'lishingiz mumkin. Yokida nima deb aytildi? 4 ta sham. 4 ta sham texnikasi bo'yicha siz mana bundan razzorat oldida bunisidan kirsangiz, yopilgan hududidan kirsangiz, 4 ta shamingiz o'sha mana bu yerda o'zida yoki beriladi, nima qilasiz? Yopib borgan bo'lishingiz ham mumkin. O'shani o'zi ham qancha punkt bo'lyapti? Shu nuqtadan mana shu nuqtaga o'lchayda. Примерно 380 punkt. Bitta shuni o'zi. Bittagina bitim. Bo'ldi, sabr qildingiz, kutdingiz, holat nima qilyapti? Trend chizilyapti. Hali bu hududga o'tib kelganimiz yo'q. Trend chizilyapti. Bu katta sham buzgandan keyingi shamdan keyingisi. MFG'ga haqqim yo'q buni. Hech qanaqa maraboza emas, vahokoza emas. Mana bu trend buzilgan. Bu buzildi. Bu 100% yopildi. Bu orasidagi paranormalniy standartni katta sham emas. Va bunda haqqim yo'q va narx qayta tudim qildi, ni interesni va o'tmishda belgilagan hududimizda holat kutishni boshladi. Sabr qilib kutishni boshlaganingizdan keyin bu yerda nima qildi bu? Поглощение qildi. Fibonacci 400 MFG ishlab ketyapti. 15 minutlik time frame ga ham o'tsangiz, shu yerda holat hosil bo'lgan bo'lishi kerak edi o'sha kun. Ya'ni mana kelingan hudud, поглощение серьезный,